Mana bu suratdagi ayolning ismi Hind Alloways. Bu ayol diplomat va Birlashgan Arab Amirliklarining Inson huquqlari bo'yicha doimiy komiteti direktori. Undan oldin esa Birlashgan Arab Amirliklarining Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi inson huquqlari bo'yicha katta maslahatchisi bo'lib ishlagan. Xonimafandi LinkedIn akkauntlarida o'zlarini siyosiy maslahatchi, gender tengligi bo'yicha, inson huquqlari bo'yicha va ayollarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha faol deb tanishtiradilar. Va Epstein fayllarini titkiladigan bo'lsangiz, xonimafandimiz 700 marotabadan ortiqroq tilga olinganlar. Ana endi internetda juda katta muhokamalarga sabab bo'lgan qahramonimiz va Jeffrey Epstein orasidagi email yozishmalariga to'xtalamiz. Xususan bir emailda qahramonimiz Jeffrey Epsteinga shunday deydi: "Hozir shahardamisan? Meni singlim shaharda. Men sen haqingda singlimga juda ko'p narsalar aytib berganman. Singlim seni ko'rishini xohlayman. Qachon vaqting bo'ladi?" Va emailni kisses deb tugatgan, ya'ni o'pchilar yoki o'pib qolaman deb. Bu emailning muammoli tomoni shundaki, avvalambor siz kimdir bilan juda yaqin aloqada bo'lmasangiz, emailni hech qachon kisses deb, ya'ni o'pchilar, o'pib qolaman deb tugatmaysiz. Ikkinchidan, 2012-yil aynan shu email yuborilgan sanada allaqachon Epstein yosh bolalarga qarshi jinsiy zo'ravonlikda ayblanib, qamalib chiqqandi. Bu ma'lumotni katta ehtimol bilan bilgan holatda o'z singlisi bilan bu insonni uchrashtirishga harakat qilayotgani juda katta bahslarga sabab bo'lmoqda. Ko'rinishda ayni shu emailga javob bergan Epstein, agarda eplay olsang 11larga kel deb javob beradi. Men sizlar bilan, ikkalang bilan ham ko'proq vaqt o'tkazmoqchiman deydi u. Email yuborilgan sanalarga ko'ra, ayni shu Epstein yuborgan emaildan keyin qahramonimiz unga javob qaytaradi va bir ayolning yoki qizning tayyorlanishi qanchalik qiyin bo'lsa, ikkitasining tayyorlanishi ancha uzoqqa cho'ziladi, muammoli bo'lishi mumkin. Biz kech qolishimiz ham mumkin. Agarda vaqting tig'iz va kuning uchrashuvlarga to'la bo'lsa, unda Suzinga ayt, bizga telefon qilsin, aloqaga chiqsin deb tugatgan. Internetdagi tasdiqlanmagan fikrlarga ko'ra, u aynan BMTdagi maslahatchi lavozimini ham Jeffrey Epstein bilan do'stonadan ko'proq bo'lgan juda yaqin aloqalari tufayli qo'lga kiritganligi aytilmoqda. Undan tashqari internetdagi ba'zi fikrlar aynan u Jeffrey Epsteinga o'sha vaqtda 13 yoshda bo'lgan singlisini tuhfa qilishga harakat qilgan. Bu amalga oshgan yoki oshmaganligini esa hech kim aslida haqiqatdan tasdiqlay olmaydi.